Agar ajinlar faqat 70 yoshda chiqadi deb o'ylasangiz, adashyapsiz. Ko'p ayollar terini osilishi, mayda ajinlar 40 yoshdan sezishni boshlashadi. Bu faqat qarishdan emas, balki brendlar yillar davomida sizni aldab kelgani uchun ular sizni qarigan teridan qochib bo'lmaydi deb o'ylashingizni xohlashadi. Shunda siz doimo ularni $200 kremlarni sotib olasiz. Lekin haqiqat shundaki, terini qayta tiklana oladi. Oddiy oshxona retsepti to'g'ri ishlatilsa, bir necha daqiqada terini ko'taradi va taranglashtiradi. Avvalo, guruch unini olamiz, unga ozgina glitserin qo'shamiz. Glitserin terini namlaydi va mayda ajinlarni yumshatadi. Keyin asal qo'shiladi. Asal qarishni sekinlashtiradi va kollagen ishlab chiqarishni boshlaydi. Lekin haqiqat shundaki, teringiz qayta tiklana oladi. Oddiy oshxona retsepti to'g'ri ishlatilsa, bir necha daqiqada terini ko'taradi va taranglashtiradi. Avvalo guruch unini ozgina glitserin qo'shamiz. Glitserin bu terini namlaydi va ajinlarni yumshatadi. Unga keyin asal qo'shiladi. Asal qarishni sekinlashtiradi, kollagen ishlab chiqaradi. Qizdan yorqinlik beradi. Oxirida atirgul suvi yoki sut qo'shib, bir xil pasta holatiga keltirguncha aralashtiramiz. Keyin tayyor massani 15-20 daqiqa davomida yuzingizga surting. Uni sovuq suvda 15-20 daqiqadan keyin sovuq suvda yuvib tashlang.